Nazira opacha qalaysiz? Qanday chiqibdi gulim? Halidan beri birinchi marta qo'yib yotibman, o'xshamayapti. Video yasab ko'rdim. G'alataman betlarni qarang, g'ijim. Mana lekin sal chiroyli chiqdi. Sizuman. Yaxshi chiqdimi Nazira opacha? Hammasi sun'iy gullar, prosta probaga qilib ko'rdim. Ancha qo'lim chiqib qolmasin. U yerda o'qidim-u. Ham g'ijim bo'lib qoldi lekin qarang. YouTube'dan ko'rdim-da. Qarasam, men buni ichidagini qilmabman, bu yoqlarni g'ijimlab bo'ldim. Yana yechdimda, keyin men buni taqsam g'ijim bo'lib qoldi keyin. Chalpay bo'lib. Yuziga короче taxlanadigan ekan. Nimalar qilyapsiz Nazira opacha? Hech kim kirmayapti. Yulduzlar ham kirmayapti. 50 ta odam kuzatadi, bugun holdan moment kirmayapti. Mayli bo'lmasa Nazira opacha primoya o'chiraman. Sen ochsang bo'ladi. Gulim sal professional emasda hali Nazira opacha, qarang. Hali paketlarini yaxshi qila olmayapman. Buzilib ketyapti. 3-4 martalab yechib qo'yib, bitta mana sal tuzukroq chiqdi, g'ijim bo'lmadi. Men Koreyada mana ham ochish niyatim bor. Xudo xolasa. O'zimiz nimada gaplasharmiz. Primo o'chirib qo'ya qolaman, saqlanib qilib qo'yarman. Qani saqlanib qilib ko'ray qanday bo'lar ekan. Bo'pti. Saqlanib qanday bo'ladi?